Gulnoz Nig'matovna, qo'l oyoq uvishi bo'yicha videoyingiz juda ham ko'p bahslarga sabab bo'ldi. Keling, shular aynan u yerdagi, ya'ni qiziqqan savollar bo'yicha savollar beraman, siz bunga javob berasiz. Nima dedingiz? Bo'ladi. Assalomu alaykum barchaga. Mana YouTube kanalimizda juda ham ko'p bahsga, savollarga sabab bo'lgan mavzu bor ekan. Men bugun shu savollarga javob beraman. Qo'l oyoq uvishi B12 yetishmasligidan bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin, chunki hozir mexanizmini tushuntirib beraman. B12 bizda aynan nerv tolallarimizni miyelin qavatida o'sha yaxshi to'liq bo'lishda ishtirok etadigan B guruhi hisoblanadi. Qachon bizda B12 yetishmasa, mana shu miyelin qavatida shikastlanishlar bo'ladi va natijada bizda impulslar yaxshi tekis yetib bormaydi. Natijada bemorlarda nafaqat uyushishlar, balki miyani sanchish hislari, achishish, kuyishish kabi shikoyatlar ham kuzatiladi. Agar ferritin past bo'lsa ham qo'l ham oyoq tortishish, uvishishi bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ferritin past bo'ladigan bo'lsa, bu demak bizda temir tanqislik hisobiga bo'layotgan o'zgarishlar. Bunda mexanizmi, demak har bitta hujayra uchun kislorod kerak bo'ladi. Anemiya holatlarida juda ham ko'p patsientlar menga shikoyat qilib kelishadi. Qo'l-oyoqlarim uyushib qoladi, muzlab qoladi. Yosh qizlar kelib, qonimni quyuq suyuqligini tekshirtirib bering, anaqa ko'rib bering, menimcha qonim quyuq deyishadi. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylashadi. Yoshlarda qon quyuqligi juda ham kamdan kam holatda kuzatiladi. Bularda anemiya sababli uyushishlar ko'p bo'ladi. Ko'pchilik buni o'ylashmaydida, qonim quyuq deb o'ylashadi. Chunki gipoksiya bor joyda, kislorod yetishmovchiligi bor joyda har doim qo'l-oyoqlarimiz muzdek, uyushish holatlari kuzatiladi. Qalqonsimon bez kasalliklarida qo'l uvishichi bu ham sabab bo'ladimi? Bo'ladi. Qalqonsimon bez kasalliklari juda ham xilma-xil, turli bo'ladi. Aynan gipotireoz holati bor, ya'ni qalqonsimon bez yaxshi gormon chiqarmaydi. Kerakli darajada funksiyasini bajarmaydi. Natijada bunda bizda qo'l, oyoq, distal sohalarda shishlar kuzatiladi, отек bo'ladi va bu nervni ma'lum darajada o'sha qisilishiga, siqilishiga sabab bo'ladi. Natijada nerv siqilishi hisobiga bemorlarda uyushish hissi kuzatiladi. Agar faqat kechasi masalan oyoq uvishsa, buni sababi boshqacha bo'lishi mumkinmi? Aynan kechasi kuzatiladigan bo'lsa, har xil sabab bo'lishi mumkin. Misol uchun qon quyuqligi hisobiga, lekin ko'pincha biza aynan kechasi bezovta oyoq sindromi degan narsa bor. Aynan bu o'sha vitamin B12 yetishmovchiligiga tegishli bo'lgan holat hisoblanadi. Bunda bemorlar aynan tushuntirib bera olishmaydi. O'zida bo'layotgan narsani uyushadi, bir-biriga urib chiqaman, qiziydi, muzdek joy izlayman, tushunishmaydi. Aynan shuning uchun ham bezovta oyoq sindromi deyiladi va aynan bu B12 yetishmovchiligiga xos. Agar shunaqa holatlar bo'lsa, nima tahlillarni topshirish kerak? Agar bemor o'zida qo'l oyoq uyushishlari shikoyat bilan keladigan bo'lsa, biz birinchi navbatda yoshga qaraymiz, chunki hamma yoshda bu shikoyat bo'lishi har xil sababdan bo'lishi mumkin. Aytaylik, 50 yoshdan oshgan erkak yoki ayol kishi keladigan bo'lsa, ko'pincha bunga sabab ularda qon quyuqligi bo'lishi mumkin, ya'ni giperkoagulyatsiya bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda toki o'sha qon quyuq suyuqligini normallashtirmaguncha, demak ularda bu shikoyat ketmaydi. Albatta, qo'shimcha sifatida ularda ham vitamin B12 tekshiriladi, anemiya bor yoki yo'q, qalqonsimon bez funksiyasi tekshiriladi. Agar yoshlar keladigan bo'lsa, aytaylik, misol 18 yosh, 20 yosh yoki 30 yoshgacha bo'lgan bemorlarimizda ko'pincha bu qon quyuq suyuqligi hisobiga emas, bu ayniqsa birinchi navbatda anemiya hisobiga, ikkinchidan gipotireoz hisobiga va uchinchi navbatda vitamin B12 yetishmovchiligi hisobiga kuzatilayotgan bo'ladi. Shularni topshirish kerak bo'ladi. Albatta, shularni tekshirish kerak bo'ladi. Stress tufayli ham qo'l oyoq uvishishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin, chunki bizda juda ham ko'p jarayonlarga, demak, nerv tizimimiz javob beradi. Stress holatlarida albatta nerv tizimida o'zgarishlar bo'lishi hisobiga bemorlarda nafaqat uyushishlar, balki boshqa shikoyatlar ham kuzatilishi mumkin. Balki sezuvchanlikni umuman pasayish holatlari yoki aksincha sezish jarayoni kuchayib ketish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Nerv tizimini shikastlanish holatlarida. Qo'l oyoq uvishsa, qachon u xavf hisoblanadi va shoshilinch shifokorga borish kerak hisoblanadi?
Hamma holatlarda ham baribir ehtiyot bo'lishimiz kerak. Nimadan bo'lyapti uyushish holati? Lekin men eng ko'p e'tiborli bo'lishni xohlardim yoshi katta insonlarda, 50-60 yoshdan oshgan insonlarda bir taraflama uyushishlar kuzatiladigan bo'lsa, ya'ni tanani teng yarim holatlarida, qo'lida, oyog'ida bir taraflama bo'ladigan bo'lsa, bunda insult xavfi juda ham yuqori bo'lganligi uchun tezda shifoxonaga olib borishni tavsiya qilaman. O'zi umuman profilaktika uchun albatta yoshi kattalar har 6 oyda bir marta qonni quyuq suyuqligi, koagulogramma deyiladi, tekshirib turishlari shart bo'ladi. Qarang, mana qo'l oyoq uvishyapti. Homiladorda, yosh bolada, 30-20 atrofdagi ayol erkakda, 50-40 plus insonlarda nima analizlarni qondan topshirib, endokrinologga kimga borish kerak? Shularni aytib bering. Endokrinolog shifokor asosan agar bemorda uyushishlar gepatiroz hisobiga yoki vitamin B12 yetishmovchiligi hisobiga, anemiya hisobiga bo'layotgan bo'lsa, endokrinolog shifokor qabul qiladi va davolab bera oladi. Lekin uyushishlarimiz yurak qon tomir tizimi bilan bog'liq bo'lsa, giperkoagulyatsiya bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bunda ko'pincha kardiolog vrachlar qabul qiladi. Bu asosan yoshi katta insonlarda bo'ladi va nevropatolog vrachlar qabul qilishadi. Yana bitta shunaqa holat ham borki, shuni aytish yodimdan ko'tarilibdi. Qandli diabet bemorlarda kuzatiladigan mana shu shikoyat bor, paresteziya deymiz. Ya'ni uyushishlar, balki sanchiqlar bo'lishi mumkin. Qonda qand miqdori yuqoriligi hisobiga bo'ladigan o'zgarish hisoblanadi. Qancha qonda qand miqdori yuqori yursa, ya'ni bizda ko'p holimizda dori zarar deb sahar uchun berilgan sahar tushirish dori vositalarini ichmaydi, ichmaganga yarasha dieta ham qilishmaydi, harakat ham qilishmaydi, qonda glyukoza baland yuradi va bu har bir o'sha nervni ustidagi mirin qavati shikastlanishiga sabab bo'ladi. Natijada ularda uyushishlar kuzatiladi. Nafaqat uyushishlar, qandli diabet bor bemorlarda kuzatsangiz doim achishyapti oyog'im, kuyishyapti yoki sezuvchanlik pasayadi. Oyoq kiyimlarni ham sezmay qolishi bo'ladi. Yoki teskarisi choyshab yopsangiz ham obtasha, og'irlik qilyapti, achishtiryapti deb o'sha nerv shikastlanishi hisobiga bo'layotgan o'zgarishlar hisoblanadi. Agar bemorlarimda qandli diabet bo'lsa, birinchi navbatda qonda qand miqdorini nazorat qilishlarini so'ragan bo'lardim. Glyukoza normallashgandan keyin bemorda bu shikoyatlar ham ketadi. Qaysi analizni topshirish kerak? Mana yosh vakillari dedik-ku. Mana shu holat agar mana aytaylik, necha yosh? 18 yosh, 17 yosh agar uyushish shikoyati bo'lsa, TTG gormoni, tireotrop gormoni, общий analiz qilib, umumiy qon tahlili ferritin va B12 kerak bo'ladi bizga. Agar yosh katta insonlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha 45 plus bo'ladigan bo'lsa bizda xuddi shu analizlarga tireotrop gormoni, umumiy qon tahlili ferritin, B12, koagulogramma, qonni quyuq suyuqligi albatta qo'shiladi, baravar ko'riladi. Va agar qandli diabet bemorlar bo'ladigan bo'lsa, glyukoza, qonda glyukoza darajasini ham qo'shimcha sifatida tekshirishimiz kerak bo'ladi. Kim agar shu videoyimni ko'rayotgan bo'lsa, mana shu qo'l oyoq uyushishlarida qanaqa analizlar topshirish kerak, qayerda, qanaqa holatda topshirish kerakligi haqida to'liq yozma tarzda Telegram kanalimda qoldiraman. Izohlarda ссылка qoldirganman. Shu orqali Telegram kanalga o'tib, demak, olishingiz mumkin bo'ladi. Gulnoz Nig'matova, qarang. Qaysi vitaminlar yetishmasa qo'l oyoq uvishadi deb so'rashibdi-da. Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Vitamin mana B12 dan tashqari boshqa vitaminlar yetishmasligi ham sabab bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Ayniqsa, vitaminlar demaymiz, uni elektrolitlar almashinuvi buzilganda ham bo'lishi mumkin. Bizning organizmimizda, misol uchun aytganimizdek, temirdan tashqari yoki boshqa nimalardan tashqari, demak, kalsiy bor, misol uchun natriy, kaliy kabi bizda ionlar bor. Ularning almashinuvi buzilish natijasida ham uyushishlar kuzatiladi. Imенно kalsiy miqdorining oshib ketishi ham uyushishlarni kuchaytirib yuboradi. Kalsiy miqdorining oshib ketishi ham. Buni ham tekshirish tavsiya beriladi. Qanaqa tekshiramiz buni? Qonda tekshiriladi. Ayniqsa umumiy kalsiydan tashqari ionlashgan kalsiy bor, ionizirованный kalsiy deymiz. Uni tekshirish, uni aniqlash informativniyroq hisoblanadi. Homiladorlardagi uvishishlarchi, ularni qanaqadir davo qilish kerakmi yoki faqat homiladorlik o'sha tuqqungacha kutish kerakmi deb so'rashibdi.
Endi ko'pincha bu holatga albatta ginekologlar javob bersa to'g'ri bo'lardi, lekin men o'zimni fikrimni aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik homiladorlarda kuzatamiz bu narsani, chunki ko'pchiligida giperkalkulyatsiya ko'p uchrayapti va men o'sha ginekologlar bilan maslahatlashib, nima uchun shunaqa narsa ko'paygan deganimda ham ular hatto aytishganki, ayniqsa bu gamma-sistin yuqoriligi, organizmda vitamin B guruh almashinuvini yaxshi emasligi, imенно vitamin B9 va B12 yetishmasligi ko'pincha sabab bo'ladi deyishadi. Yana boshqa sabablar ham bor, lekin homiladorlarda ham o'sha vitaminlar yetishmovchiligi, anemiya hisobiga, ularda qonning quyuqligi hisobiga uyushlar kuzatiladi va albatta bu davo talab qiladi. Chunki qancha qonda quyuqlik bo'ladigan bo'lsa, demak bu platsenta bilan bolani o'rtasida kislorod almashinuvi, oziqlanish buzilishiga sabab bo'ladi va bu bolaning rivojlanishiga juda ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Qarang, kech payt oyog'im uvishib, dod turib ketaman. Nima qilishim kerak deb yana so'rashibdi. Endi albatta buni holatda yuqorida aytganda yoshga qarashimiz kerak, lekin umumiy olganda men sizga maslahatim, demak, qalqon simon bez funksiyasini tekshirish kerak, gemoglobin, ferritin darajasini ko'rish kerak bo'ladi, qoningizda quyuq suyuqligini tekshirtiring va albatta vitamin B12 ni tekshirtirsangiz, mana shu 4 ta ko'rsatkichdan qaysidir o'zgarishlar chiqadigan bo'lsa, to'g'rilansa, albatta sizdagi mana shu kechqurun bezovtaligingiz yo'qoladi. Va qo'l oyoq uvishlarni umrbod qolishi mumkinmi, davosi bo'lmasligi ham mumkinmi deb so'rashibdi. Menimcha yo'q, chunki sababi aniqlanadigan bo'lsa, albatta davosi bor. Shunchaki bizda o'z patsientlarimda ham kuzatamanda bu narsa, ayniqsa yosh kattalar orasida qanaqadir beriladigan dori vositalaridan qo'rqishadi-da, qanaqadir giyohlar, qanaqadir o'tlarni, damlamalarni qabul qilib yurishga odatlanishgan bo'lishadi va bu o'zi kerakli miqdorda o'sha qonni suyultirib bera olmasligi mumkin yoki gemoglobinni ko'tarib bera olmasligi mumkin. Natijada ular o'ylashadi, uyushlar bu davosiz, to'g'rilab bo'lmaydigan narsa deb o'ylashadi. Bunga gрамотно yondashiladigan bo'lsa, tahlillar orqali ko'riladigan bo'lsa va kerakli muolaja qilinadigan bo'lsa, albatta bu umrbodli narsa emas, buni davolasa bo'ladi. Sizda ham qo'l-oyoqlarda uyushlar kuzatilsa, albatta izohlarda yozib qoldiring yoki shunga oid qanaqadir savollar bo'lsa, yozib qoldirsangiz, men keyingi videolarda javob beraman.